Ko'chma do'kon ochib, gazli suv, mini market, fast food ochib, xullas shunaqa kichik biznes qilaman deganlar uchun Sunnatullo akamizni ajoyib takliflari bor. Sunnatullo aka, biz qanaqa obyektda turibmiz o'zi? Bu obyektimiz Asadbek aka sizga tushuntiraman. Uzunligi 12 metrga, eniga 4 metr, balandligi 3,5 metr, общий plashatkasi 48 kvadrat. Fast foodga mo'ljallangan, zakaz bo'yicha qilingan. Bu yoqda misol uchun 3 metrga 4 metr kuxnyasi bo'ladi. Oldiga xolodilnik, misol uchun pirojni qo'yishga. Bu yoqda odamlar o'tiradigan joylari bo'ladi. Polimiz kafel, topli pol bo'lgan, patologimiz grilyato bo'lgan, tashqi qoplamalar polni senish panel bo'lgan. Mana buni ko'rsangiz mana. Bunimiz ham qoplamasi dekorativniy panel bo'lgan. Bunga arzon narsa ishlatilmagan. Bunimizni kvadrati $350 dan chiqadi. Bizda boshlanib $200, $250, $300, $350 kvadrat metri chiqadi. Bizda razmer, xohlagan razmer edi. Misol uchun 2 tonnadan boshlab 30 tonnagacha yuk olib chiqib beramiz. 30 tonnagacha. Joyda tayyor qilib olib borib qo'yib beramiz. Transportirovkasi, dostavkasi hammasi ichida. Hammasi ichida. Hammasi ichida. Misol uchun morojniga deydimi, 2 ga 3, yo bo'lmasam kofinni deydimi, yo bo'lmasam gazvada deydimi, hammasini ishlab chiqarib beramiz. Kelishilgan holatda narx chiqadi uslugasiga qarab. Klientlaringiz sizga zakaz berishni bilarkan xolos-da. Siz zakaz berishsa, zakaz berasiz. berishadi, o'sha uslugasini gaplashamiz, polo qanaqa, patologiya qanaqa. Mana, допустим, bir xilida biz patologiyani bitishga qo'ymaymiz. Bunga asosan bitishkalar qo'yilgan. Xonani odam ovqatlanganda xonani haroratini ko'tarib olib chiqib ketish uchun, hidlanmasligi uchun. O'sha kelishuvlariga qarab, narxi o'sha $200 dan $350 gacha chiqadi. Palov 2 kvadrat, yerda kvadratiga. Tushunarli, Sunnatullo aka, rahmat. Salomat bo'ling. Agar sizga ham shunaqa ko'chib yuradigan biznesingiz uchun mana shunaqa do'konlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Yusuf Investga aloqaga chiqsangiz, sizga nasiya savdo asosida olib beriladi. Batafsil ma'lumot olish uchun hoziroq ushbu raqamlarga aloqaga chiqing. Yusuf Invest bilan biznesingizni yangi darajaga olib chiqing.